mehmonlar va mezbonlar, bizning bugungi Navro'z bayramimizga xush kelibsiz. Yangilanish, yasharish fasli boshlandi. Bu kunlarda esa yurtimizda Navro'z umumxalq bayrami keng nishonlaniladi. Navro'z saytida qaytalanayotgan mehmonu bog'bonlar dala tomon oshiqar ekan, qat'iy qutlug' kelsin Navro'z deya niyat qilishadi. Navro'z kunlarida yurtimizning har bir köshasida bahoriy milliy taomlar alohida urg'u beriladi. Xususan milliy taomlarimizdan sumalak, qalin, ko'ksomsa kabilar bayram dasturxoni ko'rki. Ayniqsa sumalak bazmining o'zgacha gashti bor. Kalau janda masih mau kan? Anaknya banyak. Navro'z bayrami xalqimizning eng qadimiy qadriyatga boy bayramlardan biridir. Navro'z tabiatning uyg'onishi, yangi yilning boshlanishi va yangilanish ramzi sifatida keng nishonlanadi. Navro'z tinchlik oqibat bayramidir. Navro'z haqida she'r va raqslar esa ushbu ayyorning go'zalligini, bahorning nafsligini va inson qalbidagi ezgu tilaklarni ifoda etadi. Har bir she'rda yangilanish, baxt va baraka tuyg'u mujassam. Gunavchadan o'rishga yuguribsan bo chechak, undan erta chiqishga urguribsan bo chechak. Umring qisqa bo'lsa-da, turmasang-da kuzgacha, ko'klamni boshlab kelding senga mehrim o'zgacha. Endi sahnamizga bo chechak raqsini taklif qilamiz.